Hammaga salom do'stlar. Bugungi videoroligimizda shunchaki oddiy survival qilamiz do'stlar. Bugungi videoroligimizga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Qani bo'lmasa videoga ketdik. Do'stlar, juda ham omadli bo'laman, qaranglar. Bonusni ustunda tushib qolsa bo'ladi. Mayli. Endi buni buzib narsalar olamiz. Bittalab olib chiqqandan ko'ra yaxshi. Xo'p do'stlar, yaxshimisizlar o'zlaringni? Xo'p. O'tgangi videomizni davomi endi chiqmasa kerak. Nimaga desanglar, chunki ayrim bir sabablarga ko'ra muammo bo'lib qoldi. Xullas bizda qanaqa muammo desanglar, nima deyish mumkin-da, endi mer o'chib ketib qoldi do'stlar. O'shaning uchun ham o'zgartirdik. Boshqa qishloq topish kerak yoki bironta mod bilan yangi qishloq topib ko'raman do'stlar. Bugun unaqa nima qilmish, shunchaki survival qilib yuramiz do'stlar. Qo'ylar o'ldirib olishimiz kerak. Xo'p do'stlar. Qo'ylar o'ldirib olamiz tezroq. Yo'q, u qo'ymas ekan. Endi bolta chopib, xullas uy qurishimiz kerak bugungi kun davomida. Do'stlar, sizlar esa videoga like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Endi do'stlar, videolarimizga previewlar qo'yishni boshlayman. Agar vaqtim bo'lsa preview yashayman, chunki hozir unchalik vaqtim kam. O'shanga bir amallab videolar olyapman kunda bir. Chunki o'qishlar bor, repetitorlarim borlar, o'shaning uchun ham kamroq video olib turaman. Hop, mana buni olsak tushadi. Hammasini olganim ma'qul do'stlar. Bugun uy qurishga harakat qilamiz survivalda. Sizlar like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Agar obunachilarimiz soni 20 taga yetsa, biz konkurs qilamiz. Qanaqa konkursligini o'zlaring bilasizlar. Obunachimiz 10 ta bo'lsa do'stlar, Telegram kanal ochmoqchiman. O'sha yerda hamma narsani gaplashamiz. Xo'p do'stlar, stream qilamizmi biron kun? Nima deysizlar? Daraxt chopamiz. U ket tushmasdan oldin do'stlar bir anaqa nima deydi? Qo'yib olish kerak, qo'y o'ldirish kerak juda. Hop, qo'ylar qayerda bor ekan endi? Qishloq chiqib qolsa ham yaxshi bo'lardi do'stlar. Mana kravatlar bo'ladi-yu, kravatlar o'g'irlasdik. O'g'irlashni nima keragi bor-da do'stlar? Kallamga ham qo'yaman. Xo'p, ketdi bo'lmasam bironta ochiqroq joy topamiz. O'shda uyni qurishni ham boshlasak bo'laveradi do'stlar. Ana ikkita qo'y, katta do'stlar. Ikkita qo'y. Qochma. Qochma. Qalaysan? Bo'ldi do'stlar. Kravat tayyor. Adashmasam 3 tadanmi, 4 tadanmi bo'ladi, chunki anchadan bir Minecraft o'ynaganim yo'qman, chunki oldin men ham YouTube kanalim bo'lardi oldinlari, faqat shu ayrim bir sabablarga ko'ra YouTube kanal o'chib ketgan. Xo'p, endi biz mana bularni mana shunday qo'yamiz. Buni ham qo'ysak yaxshi bo'ladi. Verstak yasaymiz bitta. Bitta verstak yasab olamiz. Hop, verstak keyinroq ishlatamiz mayli do'stlar verstakni. Mana bu qorani ishlatmay turamiz. Hozircha ovqatlarimiz ham bor do'stlar. Endi uy qurishni boshlaymiz do'stlar. Ket tushmasdan bo'larmikan? Yo'q, bo'ladi do'stlar, bo'ladi. Yo'q, bo'lar ekan do'stlar. Xo'p, mana shunday qilib uyimizni qurishni boshlaymiz. Katta bo'lib ketibdi do'stlar, nazarimda. Mayli, bitta blokka kamaytirik. Do'stlar. Endi blokam unchalik ko'p emas, shuncha bo'ladi. Endi o'zimizda kichkinaroq uyimizni qurishga, balkim bu meram o'chib ketmasa, keyingi videolarimizda ko'proq, ya'ni kattaroq uy qurishimiz ham mumkin do'stlar. Bu video necha qismgacha bo'lsin, kommentariyada yozib ketishni unutmang do'stlar. Keyin aytgancha do'stlar, bizda kommentariy ham qandaydir quflanib qolibdi. To'g'irlab qo'yaman bugun. YouTube studio tortaman, to'g'irlab qo'yaman do'stlar. Ming bor uzr, lekin hop, tushamiz.
Oh my god, qani sekin jon ketar ekan baribir do'stlar. Endi bitta daraxt sindiramiz. Yo'q, mana bunaqasidan sindiray, uy har xil bo'lib qolar ekan o'zi bo'lsa. Ana ishlatmayman degan daraxtimizni, yog'ochini o'shani eshikka ishlatamiz do'stlar. Eshik ham qurib olamiz. Hop, do'stlar, videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Agar bu videoga vaqtim bo'lsa, montaj qilaman. Agar vaqtim bo'lmasa, shunchaki prevyuni o'zini yasab qo'yib qo'yaman do'stlar. Hop, daraxtlarni chopib olamiz. Daraxt chopildi. Hop. Qayerda qolib ketdi? Mana shu yerda qolib ketibdi do'stlar. Olamiz buni. Oldik. Endi bu daraxtni chopamiz do'stlar. Agar sizlarda biron bir ideyalar bo'lsa, menga Telegramdan murojaat qilishingiz mumkin. Lichkamni qoldirib qo'yaman. O'sha yerda gaplashib, video haqida narsalar gaplashamiz. Agar meni videolarimda ishtirok etishingiz ham mumkin do'stlar. Bitta qo'y o'ldirib keldik har ehtimolga qarshi. Yaxshi do'stlar, omadim keldi. Ham bonus nishondek chiqdi. Mana bunday qo'ychilarni ko'p uchratyapman. Hop, bo'ldi do'stlar. Endi uyni qurishni davom ettiramiz. Hop, 72 ta berar ekan. 72 dan olamiz do'stlar. Hop, hammasini olsak va uyimizni qurishni boshlaymiz. Hop. Yaxshi qumlar ham bor ekan do'stlar. Voy, motor ketib qoldi. Keyin to'g'rilab qo'yarman. Hop. Uy bilyapman do'stlar, g'alati chiqdi-yu, mayli, amallab olaveramiz. Hop, bag'larni yaxshi quramiz do'stlar. Bitta eshikli qilamizmi-kan? Voy, jon ketdi do'stlar. Bitta to'g'irlasak, hop. Bo'ladi ekan. Ikkita eshikli qilaveramiz do'stlar uyda. Hop. Hop, sunduq bor-da bizda. Sunduqqa solib qo'yamiz boshqa qolgan narsalarni. G'alati qo'yilib ketib qolyapti do'stlar. Eshikka solib qo'yib ketib tushmasdan. Shuni berib oldi. Do'stlar ketib tushyapti cho'ta. Hop, kiramiz, yopamiz eshikni. Endi agar creeperlar bo'lmasin qilib do'stlar. Shunday qilib noqulay qilib turaveramiz do'stlar, bir kunchalik, keyingi kundan qolganini ham eplab ketaveramiz. Hop, qo'yilmayapti do'stlar. Anchadan pelushchaga o'rganmaganimga, ya'ni anchadan bir Minecraft o'ynamadim, pelushcha ham qo'ymaganman ekan. O'shanga noqulay bo'lyapti ozgina. O'ynaveramiz do'stlar. Voy. Na deraza bo'ldi bu yerda. Na progress bo'ldi. Rivojlan yo'q do'stlar. Mayli, mana narsalarni sunduqqa solib qo'yaman. Bitta joy ochilsa bo'ldi bizga. Endi divan yasash kerak. Divanni qanday yasasiz do'stlar, вообще esimda yo'q. Divan uchun bitta taxta mana bunaqa kerak bo'lar ekan. Uni olamiz, bitta divan yasaymiz do'stlar. Hop. Yo'q bo'ldi. Divan yasab bo'lmaydi shekilli. Qanday divan yasaymiz do'stlar? Bir sakta ochamiz. 3 ta unaqa qo'yamiz. Bitta qilamiz. Bittasini qolamiz. Hop, keyin mana bunaqani teramiz do'stlar. Bitta divan chiqdi. Endi uxlaveramiz, farqi yo'q do'stlar. Qolgan uyda g'alati joy bo'lib qoldi metlarim. Qolganini ertalab tursa to'g'rilaymiz do'stlar. Hop, birinchi kun ham bo'ldi. Hop, metlarni to'g'rilab olish kerak do'stlar.
g'alati bo'lib qoldi. Kirkani toporni ham yangi yasayman do'stlar. Kirka hali joni ketgan yo'q. Hali shaxtaga ham tushamiz do'stlar. Hop, mana bu yerga qo'yib qo'yib. Hop, mana bularni kesib mana bularni kesishimiz kerak do'stlar. Hop. Mana bular kerak bizda. Muhim olganda hozirga anaqa narsa yasaymiz do'stlar. Ana tomga qo'ygan bo'ladi-yu, shunaqa. Yarimidan yasalar. O'shanaqa yasaymiz do'stlar. Birinchi kunni ham tugatib oldik. Shuni yasab bo'lamikan? Bunday qo'ysa. Olamiz do'stlar. Hop, 36 bo'ldi. Voy, sindi-yu. Sindi do'stlar. Tapor yasashimiz kerak. Tapor. Voy bolalar. Kirkasi orqadan farqi yo'q, ham tapor ham yasadiku. Keyinchalik do'stlar konga ham tushib kelamiz. Hop. Tezroq bo'lish kerak. Do'stlar, agar bironta kamchilik bo'lsa videoda negativ qilmay qo'yaveringlar. O'zlaring yozib qo'ysanglar bo'ldi. Hop, endi bizga nima kerak? Reshotkani qanday yasish ekan? Do'stlar, reshotkalar bo'ladi-yu, nechiqiga. Mana shuni qanday yasasam bo'ladi? Mana shu. Mana bunaqa yasab olish kerak ekan, do'stlar, birinchi. Hop, mana shunaqa yasik. Shuni yasab, endi reshotka 6 ta chiqar ekan. Bo'ladi. Creeper do'stlar. Creeper. Nima qilay? Urib o'ldirib tashlaymi do'stlar, nima qilay? Ke. Do'stlar. Uyda eshigini yopib qo'yamiz. Mana bu yerdan chiqishni boshlaymiz. Hop. Makka qo'yilmabdi. Chiqamiz do'stlar. Endi mana bunaqa narsalar qo'yib chiqishimiz kerak bo'ladi. Olganda esimdan ham chiqdi. Bo'lmabdi. Bamba qildimi do'stlar? Buzib qo'ydimi? Voy do'stlar, buzib qo'ydim. Shunday tarzda qo'yish kerak ekan. Ali atrofini o'rardi-yu, nima edi? O'shanaqa yasasham kerak edi do'stlar. Hop, do'stlar, mana shuni bitirib qo'yik. Bitta narsa qila olmayapman. Hop, buni qo'yam. Nima bo'lsa bo'ldi, do'stlar. Shuni qo'yaman. Shpoq qo'yamizda. Mana shunday qilib ketaverik. Do'stlar. Hop, do'stlar, videoga like bosib, albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar uchun shuncha harakat qilyapmiz. Hop. Maktab boshlangan o'shanda ko'proq sal video olaman, xos chunki repetitorliklar ko'p. Imtixonim bor ham kamiga. Bitta imtihon qolgan, o'shani o'qishga borishim kerak do'stlar. Omad tilab turinglar imtihonlarga. Do'stlar. Hop do'stlar, uyda chala qilsagan bitirib qo'ydik. Narimanlik qildik do'stlar. Sizlar videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha do'stlar. Keyingi videolarda gaplashamiz. Shu survival videoni ikkinchi qismi chiqishi uchun shu videoga 10 ta like yig'ishsa, keyingi qismni ham olamiz. Hammaga xayr do'stlar.